Normalni suv. Assalomu alaykum, hurmatli dehqon fermer akalar. Buni vardimi? 25 kilovat bilan 500 tonna suv chiqarishligini bilarmidingiz? Bu joyda 25 kilovat ishlayapti. 200 lik turbada, uzoqligi 41 metr. Podyomi 20 metr. Ko'rishlaring mumkin, mana suvni yurgizib ko'rsatdim. Mana ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa mana hozir yurgizib ko'rsat. Ketdi, mana ovozini ham eshitishlaring mumkin. Fontan bu yog'i. Bu joyda 75 kilovat nasos bo'lgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa albatta mana 200 lik turbadan olib chiqilgan 25 kilovat ishlayapti. Podyomi o'sha aytib o'tganimda 20 metr, uzoqligi 41 metr. Hammaga rahmat. 1 metr turbamizning narxi hozirda 100 mingdan olib kelishdi. Mana shitlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, o'sha o'zimiz Absalim akam beradigan shit, amperlarni ham ko'rishlari mumkin. Amperga tushunadigan o'z dehqonlar bilishadi. Kilovatini bo'lsa 2.2 dan bo'lasizlar, o'zi necha kilovat ishlayib turganini ko'rinadi sizlarga mana. Juda chiroyli qilib shitni ham terilgan. Mana nasosimiz joyda balandligini ham ko'ryapsizlarmi? O'g'il pastga tushirilgan. Suv ozligi uchun ovozi sal pastroq chiqyapti. Qorishini ham ko'ryapsizlarmi? Normal mana. O'shaga tashlaymiz. Mana. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Kimgadir shunday xizmat kerak bo'lsa, afsoniyada nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.